ko'pchilik usta akalarimizga as qotadigan va ko'pchilik usta akalarimiz qidirib yurgan instrumentdan olib keldik. Xo'p, buni ko'rsatishni boshlaymiz. Vikator brendiga tegishli juda ham usta akalarimizga as qotadigan va kichik, ixcham va nozik ishlarni qilish uchun juda ham zo'r instrument bo'ladi. Buni mashina usta akalarimizga kerak bo'ladi va santexnika kafelchi usta akalarimizga juda ham as qotadi. Mini bolgarka bo'ladi, Vikator brendiga tegishli. O'zini cherepashkalari bor. O'zini mana cherepashkalarni ishlash uchun nasatkalari bor. Mana bu yerga bolgarka qilib ishlatish uchun o'zini nasatkachasi bor. Qo'yib bolgarka ko'rinishga diskni qo'yib ishlatasiz. Mana almazli disklari ham bor. Qolaversa bu yerda o'zini kulichlari va bu yerda kesish uchun birgina nasatkalari bor. Buni yana bir eslatib o'tib ketamiz. Buni polirovka qilish uchun yoki oynani shishasini atrofini kesish uchun devolga qo'yadigan, ya'ni stenajni unitazlarni knopkasini kafeldan qilinadi bir xil dizaynni chiroyli chiqishi uchun. O'shalarni kesishga juda ham as qotadigan bolgarka hisoblanadi bu. Ya'ni instrument hisoblanadi. Mana bu nasatkalar bilan bemalol kesasiz va ishlatasiz. Buni uchlik nasatkalari bor, atrofini kesishga juda ham as qotadigan va nozik ishlarni qiladigan instrument bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak, 739.400 so'm bo'ladi. Do'konimizga kelsangiz yana kelishtirib beramiz. Bunaqa instrumentlarni hali ko'p qo'yib boramiz. Bizni kuzatishni davom eting.